o'zini rivojlantirish haqidagi 20 ta nasihat. O'zini rivojlantirish bir kunlik vazifa emas, balki butun umr davom etadigan sayohatdir. Har bir yangi kunni kechagingizdan yaxshiroq inson bo'lish imkoniyati deb qabul qiling. Har kuni oz bo'lsa ham oldinga qadam tashlang. Kichik o'zgarishlar vaqt o'tishi bilan ulkan natijalarga aylanadi. Muhimi to'xtab qolmaslikdir. Yomon odatlar insonning orzularini sekin-asta yo'q qiladi. Bekorchilik, dangasalik va vaqtni behuda sarflashdan qutulishga harakat qiling. O'z ustida ishlashning eng yaxshi yo'li har kuni yangi narsa o'rganishdir. Bilim va tajriba insonni har tomonlama boyitadi. O'zingizni boshqalar bilan emas, kechagi o'zingiz bilan solishtiring. Haqiqiy rivojlanish bu shaxsiy o'sishdir. O'z xatolaringizni tan olishdan qo'rqmang. Xatosini tushungan inson uni to'g'rilash imkoniga ega bo'ladi. Vaqtingizni rejalashtirishni o'rganing. Rejasiz kunlar ko'pincha samarasiz o'tadi. Rejali hayot esa maqsadlarga yaqinlashtiradi. Tanangizni ham, ongingizni ham rivojlantiring. Sog'lom tana va sog'lom fikr birgalikda muvaffaqiyatning mustahkam poydevorini yaratadi. Atrofingizni sizga ilhom beradigan, rivojlanishga undaydigan insonlar bilan to'ldiring. Muhit insonning kelajagiga katta ta'sir qiladi. Qo'rquv sizni to'xtatishiga yo'l qo'ymang. Har bir katta yutuq avval bir kichik qadamdan boshlangan. O'zingizni anglashga vaqt ajrating. Kuchli va zaif tomonlaringizni bilgan inson o'z hayotini omili ravishda qurishi mumkin. Intizom ilhomdan ham muhimroqdir. Ilhom ba'zan keladi, ammo intizom har kuni harakat qilishga yordam beradi. Telefon va ijtimoiy tarmoqlarda o'tadigan vaqtingizni nazorat qiling. Shu vaqtning bir qismini kitob o'qishga, yangi ko'nikmalar o'rganishga yoki foydali mashg'ulotlarga sarflang. Har bir kuningizdan xulosa chiqaring. O'zingizdan so'rang: bugun men nimani o'rgandim? Qanday yaxshiroq inson bo'ldim? Boshqalarning tanqidi sizni sindirmasin. Agar tanqid haqqoniy bo'lsa, undan saboq oling. Agar nohaq bo'lsa, uni ortiqcha yuragingizga olmang. Sabrli bo'ling. Shaxsiy rivojlanish ham daraxt o'sishiga o'xshaydi. Ildizlari mustahkam bo'lmasdan turib, meva kutmang. Har kuni o'zingizga kichik maqsad qo'ying va uni bajarishga harakat qiling. Kichik g'alabalar katta ishonchni shakllantiradi. Minnatdorlikni odat qiling. Bor narsaning qadriga yetgan insonda xotirjamlik, ishonch va yangi yutuqlar uchun kuch paydo bo'ladi. O'zgarishni boshqalardan kutmang. Hayotingizni o'zgartirish uchun birinchi qadamni o'zingiz tashlang. Haqiqiy o'zgarish doimo insonning o'zidan boshlanadi. Hech qachon o'z ustingizda ishlashdan to'xtamang, chunki eng katta muvaffaqiyat kechagi o'zingizdan yaxshiroq insonga aylanishdir. Agar har kuni 1% ga bo'lsa ham o'ssangiz, 1 yildan keyin butunlay boshqacha inson bo'lasiz.